Azizlar, hozir Sobir Rahimov avtovokzalining ichki qismidamiz. Bizlar kiraverishda xalqaro yo'nalishlar bo'yicha o'ng tomonda bemalol kutib turish joylari mavjud. Bizning yo'nalishlarimiz Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga haftaning har seshanba hamda juma kunlari o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Endi esa biletni qayerdan xarid qilishimiz mumkin degan savolingizga javob beraman. Yaqinroq keling. Sobir Rahimov avtovokzaliga kelganingizda ikkinchi qavatda ofisimiz joylashgan. Ofisdan yoki 9 hamda 10 kassalardan biletlarimizni xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni masofadan turib bron qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.